Birinchi holat uy sharoitida qomatingizni, ya'ni umurtqa pog'onasi va bel sohangizni tekshirishni ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi bo'lib devorga, yelka sohasini devorga tekkizamiz, orqa dumba sohasi ham devorga tegishi kerak va oyoq tovonlari devorga tegib turgan holatda mana bel sohasiga qo'limizni kirgizib ko'ramiz. Qo'l agar svobodniy kirib ketsa, demak muammo bor. Lekin qo'l agar orqadan o'tmasa, demak umurtqa pog'onasi to'g'ri holatda. Buni o'zingiz tekshirishingiz ham mumkin. Mana shu holatda qo'lingizni orqaga bundoq tiqib ko'rasiz. Agar qo'l svobodniy kiritmasa, demak lardoz holati yo'q. Agar qo'l svobodniy kirib ketsa, umurtqa pog'onasida muammo bor. Umurtqa pog'onasining eng asosiy kasalliklari kifoz, lardoz, skolioz. Bu holatga kelib chiqish sabablari noto'g'ri o'tirish yoki yurish odatlari, mushaklarning zaifligi, og'ir yuklarni noto'g'ri ko'tarish, tug'ma yoki bolalikdagi kasalliklar, masalan rahim, o'sish davrida noto'g'ri rivojlanish, jismoniy harakatsizlik, uzoq vaqt noto'g'ri holatda ishlash. Agar siz har safar mashqlardan keyin og'riq his qilayotgan bo'lsangiz, bu sizni zaif degani emas. Siz unga to'g'ri yordam bera olasiz. To'g'ri mashq, to'g'ri yondashuv. 5-may kuni yopiq Telegram sahifamda salomatligim uchun to'g'ri ozish bepul vebinarimda bu haqida batafsil gaplashamiz. Telegram sahifamga o'tish uchun kommentariyada mashq so'zini yozib qoldiring.